Tunikafon fasonini tanlashda adashmang. 2026-yil eng trendga chiqadigan fason. Odamlar aytadi, eng zo'r, eng chiroyli bo'lsin, hamda narxlari esa hamyonbop bo'lsin deydi. Xuddi shu fason haqida men sizlarga bugun qimmatli ma'lumotlarni beraman. Agar bu videorolikni oxirigacha ko'rsangiz, siz tunikafon qilishlikda, fason tanlashda xatoga yo'l qo'ymaysiz. Qani bo'lmasa, boshladik. Assalomu alaykum azizlar, Kamino usta Abdulloh jamoamiz bilan birga tunikafon xizmatlarini amalga oshiramiz. 18 yillik tajriba, 7 yil mobaynida 400 ga yaqin katta xonadonlarni muvaffaqiyatli tugatib, o'z egalariga topshirdik. Navbatdagi ishimiz Samarqand, Pazdorg'om Chortutda Shuhrat akamizning xonadonini juda ham chiroyli suratda qildik. Ushbu video roligimizni oxirigacha ko'rsangiz qimmatli ma'lumotlarni bilib olasiz va 2026-yilda tunikafon fasonini tanlashda xatoga yo'l qo'ymaysiz. Xo'p, birinchi sizlarga kelishganimizdek tunikafonni fasonini tanlashda xatoga yo'l qo'ymang dedim. Chunki nimaga? Sababi azizlar, tunikafonni ko'pchilik ilgari odamlar aytardida, narxi arzon bo'lsin, lekin chiroyli zo'r bo'lsin dedi. Men kulib qo'yardim, shunaqasi ham bo'ladimi? Bittasi bo'ladi, yo unisi yo bunisi derdim. Yo'q, biz uzoq izlanishlar natijasida shu narsani biz uddaladik. Hozirgi kunda mana shu ko'rib turgan fasonlaringiz trendga chiqyapti. O'zi 2025-yildan boshlardi. 2026-yilda to'liq trendga chiqadigan alikafonga o'xshagan birga bir chiqadigan ushbu alikafon fasonimiz tunikafondan qilinyapti. Mana shu fasonimizni sizlarga tavsiya qilamiz. Sababi nimaga? Chunki mana darvozaxonadan kirib kelarkansiz, qarang qanaqangi chiroyli bir muhit sizni kutib oladi. Haqiqatan uyga kirarkansiz, sizni kayfiyatingiz ko'tariladi. Bunaqa xonadonga kirganda kimning kayfiyati ko'tarilmaydi? Nima deb o'ylaysizlar? Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiringlar, biz buni albatta inobatga olamiz. Azizlar, bu fasonimiz boshqa fasonlardan yoki oldingi qilingan fasonlarimizga nisbatan buni farqi shundaki, bu alikafon fasonimizning detallari katta bo'ladi. Katta bo'lganligini hisobiga obyomi, rasxoti kam chiqadi. Rasxoti kam chiqim bo'lgandan keyin sizga pullaringizni yaxshigina tejab qolish imkoniyatini beradi. Detallar katta bo'lganligi bu yillar davomida sizni tezroq badingizga urib, midangizga urib qolmaydi. Ya'ni klassika narsa bilasizlar, bu modadan qolmaydi, umri uzoq hamda uzoq yillar sizni ko'zingizni xursand qilib, uyingizni chiroyli qilib saqlab turadi. Xo'p, endi ushbu ishimiz haqida sizlarga yana ham bir qiziqarliroq ma'lumotlarni beradigan bo'lsam, hozirgi kunda tunikafon qilishlikda ko'p xato kamchiliklar bo'lyapti. Mana YouTube kanalimizda, Instagramda shunaqangi negativlar, endi bu negativlar kimlar yozayotganligidan men bilaman, ularni tushunaman. Chunki ularda men tegib ketyapti, ularda xato kamchiliklarni ochib qo'yapman. O'sha uchun ularga tegib ketganligi uchun negativ yozyapti. Marhamat, yozaveringlar, xudo xolasa, so'kinglar, g'iybat qilinglar, inshaalloh bizlarning gunohlarimiz kechiriladi. Lekin men o'zimning sohamda meni eshitadigan akalarim, hurmatli ukalarim, opa-singillarimizga to'g'ri maslahatni berishlikda davom etaveraman. Xo'p, tunikafonda nozik jihatlari ko'p, e'tiborli jihatlari. O'sha e'tiborli jihatlardan yana biri haqida bugun sizlarga zo'r sirni ochaman. Bu hisob-kitobga kelganda ko'pchilik narxini sizga arzon aytib, oxirida ko'p pala pulni hisoblab berib, pulingizni, cho'ntagingizni qoqib olishi mumkin. O'sha narsa, o'shanday holatga tushib qolmasligingiz uchun zo'r bitta layfhak. Darvozaxonamizning eni 5 metr 77 sm. 5 metr 77 sm. Darvozaxonamizning uzunligi 17 metr 10 sm. Ko'chaga chiqamiz. Ko'chamizdagi kozirogimiz bor. Mana bu ko'chamizdagi kozirokni bu tarafdan olib polni bitta ko'rsatinglar koziroklar. Mana shu koziroklarimizni uzunligi 1,5 metr chiqqan, devordan chiqishligi, uzunligi esa 19 metr bo'lgan. Xuddi shunday ichkari qismimiz bor. Mana bu yerda ham koziroklarni qildik. 19 metr uzunligi, buni ham chiqishligi devordan 1,5 metr chiqqan. Mana shu joyda hammasi mana. Atiga 3 ta joyda aytdim. Men bu darvozaxonani aytdim. Ikkita kozirokni aytdim. Razmeri bir xil ikkita kozirok. Darvozaxona yana takror aytaman. 5 metr 77 sm ga 17 metr 10 sm, koziroklarimiz 19 metrga 1,5 metr devordan chiqqan. Plus 4 ta vodostoyka, plus 19 metr latok, kronshtayn bilan hammasi birgalikda 43 millionga bitkizdik. Usta haqqi, materiali, tagiga qo'yilgan karkaz metal profillari, yulkralari hammasi ichida, usta haq ichida. Tunikamizga keladigan bo'lsak, tunikamiz xaltura tunika emas.
sorti past tunika emas. Tunikamiz sorti eng yaxshi sifatli tunikalardan. Qalinligi chistый 0 turtlik. Tunikani mikrometrlarda sizlarga o'lchab ko'rsataman. Hozirgi kunda modaga chiqyapti. 33 lik tunikani orqasiga 40 lik deb yozib, quloqqa tepib, keyin sizlar esa 40 lik tunikadan qildirdik bizlar ham mana deb o'zlaring allab xursand qilib yurasizlar. Yo'q. Men sizlarga o'sha narsani ham isboti bilan bo'lishlik uchun Xudo xolasa men sizlarga ko'rsatib beraman o'sha narsani haqiqiy turtlik tunika bilan 33 lik tunika orqasiga 40 lik yozgan. Yo'q, sizlar adashmanglar, aldanmanglar. O'sha uchun men sizlarga mana shu ma'lumotlarni berib boraman. Tunikafon qildirishingizdan oldin xuddi mana shunday men o'lchab bergandek o'lchating, necha pulga bitadi, tunikani sifatini so'rang, haqiqatan mikrometrda o'lchab bersin sizga. Ana undan keyin haqiqatan to'g'ri chiqsa, ishini oldingi qilgan ishlarini borib ko'ring ko'zingiz bilan, haqiqatan ishini sifati zo'r bo'lsa, ana shu ustalarga qildiringlar. O'zbekistonda tunikafon qildiradigan odamlar soni ko'p. Men qaysi birini qilaman? Menga o'xshagan ustalar ham ko'p. Lekin ustalarning ichida har xil ustalar bor. Allab pulni oladigan yoki kvadratini ko'p hisoblaydigan. Endi bundan buyog'iga siz o'sha insonlarga aldanmaysiz. O'sha uchun mana bu ma'lumotlar sizlarga berildi. Aynan sizlarga. Bo'lmasa menga nima zarur? Eng nozik joyini aytaymi? Eng nozik joyi o'sha kimga tunikafon qildirishingizdan oldin birinchi kelib ishini sifatini bitta ko'rib qo'yinglar. Mana biz ishimiz sifatlarini bir yaxshilab ko'rsating ishlarimizni. Juda ham chiroyli chiqqan. Ko'pchilik negativlar YouTube kanalimga kirib har xil bo'mag'ir gaplarni yozib tashlayapti. Ularni aytishiga qaraganda men qimmat furush, men bir noto'g'ri hisob-kitob qilayotgan usta ekanman. Men aniq bilaman buni kimlar yozayotganini. Bu yozayotgan odamlar o'zi usta, haqiqatan meni gaplarim ularga tegib ketdi. Ularning gapi to'g'rimi yoki bo'lmasa men uyini tunikafon qilayotgan odamlar gapi to'g'rimi? Kelinglar o'sha narsani uyning egasidan so'raymiz. Men hozir Chortutda Shuhrat akaning uyini, mana shu uyning xo'jayini, mana egasi bilan uyini tugatdik tunikafon qilib. Shuhrat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Shuhrat aka, mana uyingizni bizlar sizni tunikafonni qildik. Bizlar ishimizni bir ko'rdingiz, prop qildingiz. Sizni o'zingiz ham ustasiz, ustalarni yaxshigina farqiga borasiz. O'zingiz ikki og'iz fikringizni ayting aka. Haqiqatan men 3-4 ta joy ustalarni ko'rdim. Hisoblattirdim hamma joy. Va bu yoqda narxlari ham arzon ekan, ishlari ham sifatli ekan. Aytgan narsalarini qilib berdilar. Qishloqdan ham 10 ta 15 ta joyda qilgan ekanlar. Chortutda o'zida. Chortutda o'zida. Ularlar ham ketib ko'rdim hammasini. Yo, haqqoniy hammasi. Hamma klientlar rozimi, norozimi o'sha Chortutdagilar? Hamma klientlar rozi. Sizchi o'zingiz? Men ham roziman. Aka, bu hozir misol uchun u menga negativ yozayotganlar bari o'zi chala ustalar negativ yozyapti-da, bularga tegib ketyapti meni gapirgan gapim. Siz mana shu uyning egasi, bizlarning xizmatimizdan foydalangan kishi sifatida siz bizga ishonch bildirdingiz. Biz siz ishonchingiz qay darajada oqladik? 100% oqladilar. Hamma tarafdan yaxshi. Mana yo'qdi. Bir haftada tayyor qillaysiz hammangiz. Bir haftada tugadi mana. Hammasi. Bitta gapirdik, o'sha gapga dastoyni turdikmi yo'qmi? Shunday, dastoyni emas. Ha, qaranglar, shu yerda bitta zo'r narsa aytib ketaman. Hisob-kitobda tunikafonda men kichkina yasab kelibman. Uyning egasiga bitta problema qilmasdan boshqatdan 50 kvadrat tunika shuni yasab olib kelib, qo'yib, uni olib ketdik. Uyning egasi kerak bo'lsa bilmay ham qoldi. To'g'rimi yo'qmi aka? Shunday. Bitta problema bo'ldimi sizga ish jarayonida? Hammasi ideal chotki bo'ldi, to'g'rimi? Qaranglar, endi Sho'rat aka ko'pchilik odamlar aytadi, masalan, sizda doktor bo'lish mumkin, savdogar, bu tunika ustachilikka qaydan tushunadi deyish mumkin-da. Prosta o'zingiz ayting kasbingizni. Men o'zim ustaman. Rossiyada ishlayman. Necha yildan beri shu ustachilik nonni yeb yuribsiz? 20 yildan beri Rossiyada ishlayman. Ustachilik qilasiz, to'g'rimi? Ustachilik qilaman. 20 yildan beri ustachilik qilib, tirikchilik qiladigan odamning gapi bu. Bunga nima deysiz negativlar? Bambit qilinglar, bunga ham birorta gap topinglar, o'ylab topinglar. Aka, ishimiz sizga yoqdimi? Ishonchingizni oqladikmi? Bergan pulingizdan, non tuzingizdan rozimisiz? Rahmat. Olgan pullaringizga rozi bo'linglar. Bizlar rozimiz aka. Yaxshi kunlarga nasib qilsin, Alloh barakasini bersin. Rahmat. Boshqalarga tavsiya qilasizmi? Qildiringlar, ya'ni yaxshi odamlar. Ishoninglar bu odamlarga. Ishonchlimi ekan aka? Ishonchli odamlar. Hisob-kitoblar qanday ekan, narx-navo? Hisob-kitoblar ham yaxshi. Men ikkita uchta joyda tekshirib ko'rib chiqdim. Ancha arzon bo'ladi. Ancha arzon-a? Mana. Xullas, kim tunikafon qildirmoqchi bo'lsa, haqiqatan bizlar ishlarimiz sizlarga ham qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib,
qo'rqmasdan buyurtma berishlaring mumkin. Hisob-kitob qilib berish, maslahat berish mutlaqo bepul. Manzilimiz Samarqandda joylashgan. Xizmatlarimiz butun respublika bo'ylab amalga oshiriladi. Faqat uzoqroq hududlarga ob'yomi kattaroq bo'lsa boramiz. Agar siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp imolarimiz ishlab turibdi. Qadriyatli ustalarni kuzatishda davom etinglar.